orzungiz bormi yetisha olmagan, hali ham o'sha orzuga qarab ketayotgan? Kuchli bo'lasiz, yana naborat xatolarni ustidan ishlaydi, qo'l qayrilishlar bo'ladi, sinishlar bo'ladi, ko'z ko'karadi. Ayjan charchamadingizmi? Yo'q. Hozir endi bilasizmi, ko'rsatuvimizni eng qizg'in pallasiga keldik desa ham bo'ladi. Chunki hozir siz bilan biz qalban suhbatlashamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, bo'lmasa men sizga savol berib ketaveraman, siz javob berib ketaverasiz. Kelishdi-ya? Ketdik. Xo'p, demak, aynan mana shu sportga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Bu uydagilaringizni tanlovi bo'lganmi yoki o'zingiz tanlaganmisiz? Qanaqa? Tanlovni o'zim yoshligimdan sportni yaxshi ko'rardim, qiziqar edim. Televizorlarda sport TV bo'lardi, sport TVga kirar edim. Sportsmenlar bo'lardi, havas qilardim, men ham shunday bo'lsam deb. Keyin tog'am ko'rgan, tog'am meni sportga olib borgan, shu kurash sport turiga. Demak, tog'angizlar sababchi bo'lib, kurashga o'sha kurashchi bo'lib ketdingiz. Ha, tushunarli. Tushunarli. Nima deb o'ylaysiz? Bu sizni o'zingizni qanaqadir talantingizmi yoki bo'lmasam omadmi bu yoki bo'lmasam Allohning bir sizga bergan ne'matimi? Nima deb o'ylaysiz? Shu Allohning bergan ne'mat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki talant degan narsaga o'zim ishonmayman. Nega desa, talantli sportchilar kam, hammasi mehnat bilan ishlaydi. 99% mehnat, 1% talant deydi-ku, shunaqa. Demak, siz shu shiorga amal qilasiz. Masalan, 99% mehnat, talant 1% kerak. Tushunarli. Yaxshi. Xo'p, shunaqa paytlar bo'lganmi? Hammasini tashlab ketaveраman, bo'ldi, jonga tegdi degan paytlar bo'lganmi? Ha, albatta 2-3 marta bo'lgan. Nega desangiz, musobaqaga yaxshi tayyorgarlik ko'rardik. 6 oy, 7 oylab yaxshilab rejim qilib uyga bormasdan borardik-da, musobaqada bitta melch xatoni bitkazib qo'yardik-da, yomon alam qilardik, kelardik. Alamingiz nimadan olish bilmaysiz? Bo'ldi, tashiyman, menga emas ekan sport. Yana shunaqa gaplar kelardi-da, miyada aylanardi. Hali 19 yosh bo'lishingizga qaramasdan shunaqa fikrlar kelgan, 2 marta kelganda hozir. 2 marta kelgan. Xo'p. Demak, hamma sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Chunki men ham hozir ko'rdim mashg'ulot mobaynida bir qanaqadir boshqacha bir taassurotga ega bo'ldim-da. Albatta qiyin sport turi yunon kurashda. Hamma sport turida bunday qarab ko'rsangiz qizlar bor-da. Imенно bizning sport turimizda qizlar yo'q. Yo'q, internetdan qidirsangiz ham hamma sportda bor. Yo'q, kurash qizlar bor, ayollar kurashi, u erkin kurashda bor. Yunon kurashi. Yunon rumda. Siz yo'nalishingiz aynan yo'q, jo'skiy sport turi deyiladi. U sportimizda qo'l qayrilishlar bo'ladi, sinishlar bo'ladi, ko'z ko'karadi, qo'lingizni qayiradi, oyog'ingiz tirama bo'ladi. Eng ehtiyot bo'lib kurashish kerak. Tushunarli. Hech yig'laganmisiz? Albatta yig'lab turaman. Masalan, ko'p musobaqada yutqizsam yig'lab turaman. O'zingiz bir payt siqilib ketasiz, ko'zingizda yosh turadi, yig'laysiz kelmasdan turadi. Shu paytdan bir yig'lab turaman. Qo'rquvchi? Yo'q, qo'rquv umuman yo'q deyarli desam ham bo'ladi. Bir xillari trenirovkada zo'r kurashadi-da. Lekin musobaqaga boradi, yutqizib qo'yadi-da. Nimadan desangiz, u kavyor bo'ladi-yu, katta zal bo'ladi. Arenaning ichiga tushgandan keyin u hayajon kuchli bo'ladi-da. Saperningiz tugul o'zingizni yo'qotib qo'yasiz-da. Ko'p bola o'zini yo'qotib qo'yadi-da. Tepalarga qaraysiz. Sizda unaqa hodisa kuzatilmaydi. Yo'q, xudoga shukr. Demak, qo'rquv ham yo'q, lekin hayajon bo'lishi kerak. Hayajon bo'ladi, ozgincha-da. Mana tashqarida bo'ladi-da, men o'rtaga chiqib kelgandan keyin yo'q qoladi umuman. O'zimni erkin his qilaman-da, mazza qilib kurashib, o'zimni nima deydi, o'zim ishimni yaxshi ko'raman-da, o'rtaga chiqqan. Demak, o'sha chiqqaningizda o'sha umuman boshqa odamga. Ha, boshqa odamga вообще nima deydi? Aytadi-yu, sher bo'lib ketadi deydi. Shunaqa bo'lib ketaman-da bir xil payt. Bilasan, sen har doim xudoga shukr. Demak, hamma sizni o'sha mag'lubiyatga uchramaydigan mashina deb aytishadi. Hayotda o'zingiz qanaqasiz masalan, inson sifatida? Hayotda o'zim unaqa deb o'ylamayman. Shu trenirovkani qilamiz, yotamiz, uxlaymiz, xudodan so'raymiz. Siz uchun qaysi kurash turi demak anaqa kuchliroq? Masalan, Yunon rummi, erkin kurashmi yoki bo'lmasam dzudomi? Endi masalan, o'zimni sportimni aytaman, albatta Yunon kurashi deb kuchli ham qiyin deb ayta olaman. Nega desangiz, masalan, dzudoda desangiz, dzudoda kimono bo'ladi, chalish bor, boyagi zaxotlar bor. Da
bizda unaqa narsa yo'q. Bizda masalan kiyiladi, barchovka deyiladi, lasina, kiyas, beldan tepasini ushlash yo'q, oyoqni ushlash yo'q, chalish yo'q. Faqat qo'lda kurash bo'ladi. Основной otaz, parter bo'ladi ko'p hollarda. Shuning uchun qiyin deb o'ylayman. Erkin kurashda ham qiyin desa bo'ladi, endi baribir oyoqdan ushlanadi-da, balo olishlar osonda, balo olib bal berish oson. Bizning sportimiz unaqa emas. Balo olish ham qiyin, berish ham qiyin-da. Kim mehnat yaxshi qilgan bo'lsa, biz sportimiz yutib ketadi-da. Masalan, dzyudoda ham ming kuchli bo'lsangiz ham yutib turgan taqdiringizda ham bitta chalsa, o'zi yutqizib qo'yasiz-da. Bizda unaqa emas, ketaveradi 8-0 gacha. Demak, ayjon har bitta sportchini o'zini uslubi bo'ladi-da. Siz ham o'z uslubingiz bor, men ko'rdim. Demak, agar tasavvur qiling, prosta tasavvur qiling, sizni shu uslubingizni olib qo'yishsa, umuman ishlata olmasangiz, boshqa kurash turiga o'tib ketarmidingiz yoki umuman sportni tark etarmidingiz? Yo'q, albatta, boshqa yoqtirgan usulim bitta emas, to'g'risi. 2-3 ta har xil variantlar bor-da. Trenerim bitta usul bilan qilib qo'yma deydi-da. Masalan, bitta sopernik bo'lsa, hammaga tushavermaydi u usul. Masalan, bittasi bu yoqda stoykada keladi, ikkinchisi bu stoykada keladi. Hammaga har xilda u priyom. Shuning uchun o'zimning trenerim ham bitta usulni emas, 2-3 ta usulni yaxshilab o'rganib ol deydi-da. Koronka qilib baribir endi 2-3 tasini chiqaza olmaysiz. Bir xil paralar keladi, soperniklar chiqadi, sizga neudobniydi u paralar, u priyomingizga neudobniydi. U neudobni bo'lsa, ikkinchi zapasda bor, zapasdagini ishlatamiz. Olib qo'ygan taqdirda ham mumkin emas degan taqdirda ham tark etmasmiz sportni. Yo'q, shu boshqa priyom bor. Undan boshqa ko'p-ku, inorim kurashda 400 ta priyom bor. 400 tadan 399 ta qoladi-yu baribir. Demak, siz o'sha 400 dan hammasini bilasizmi? Endi bilaman. 2 tachasini bilasiz. 2 tachasini bilaman. Endi hammasini bilmayman. Tushunarli, yaraman. Sizni qanaqadir orzungiz bormi yetisha olmagan? Hali ham o'sha orzuga qarab ketayotgan. Yoki o'sha orzungizni amalga oshdimi, 3 karra chempion bo'ldingiz, baribir. Yo'q, orzularim endi sekin etap-etap chiqib ketyapman. Yoshligimda o'zim niyat qilardim, jahon chempionlari bo'lardi. Xudo xolasa men ham shunaqa jahon chempioni bo'laman deb ayamga, trenerlarimga aytardi. Ha, ishonaman derdi trenerlarim. Keyin hozir ham bor. Endi bu jahon chempioni bo'lganim o'sha kechagi kunda deb hisoblayman-da. Shu bo'ldi, o'tib ketdi-da. Xudo xolasa deb ertangi kunga qarab intilaman-da. Masalan, niyatim bor, orzuyim bor, shu olimpik chempion bo'lish, 2 karra Olimpiya chempioni bo'lish. Shunga harakat qilyapmiz. Hali bu endi boshlanishi, xudo xolasa. Hali boshlanishi. Chunki hali yoshsiz, hali hayot oldinda. Ha, albatta. To'g'ri, baribir niyatni ham, orzuni ham katta qilirish kerak, to'ppa-to'g'ri. Hozir yosh bolalar chiqyapti-da, naborot kattalardan 34 yoshda qo'shni davlat Qozog'istonda bitta akamiz Demo Jadiraevning 77 kilogramm vaznda Olimpiyadada 2-o'ringa keladi, 34 yosh. Kimda qaradim men ham 34 yosh, hali men hozir 19 yosh bo'lsam, hali 15 yil kurashsam bo'lar ekan. Endi o'ylab qarasangiz, 3 ta sikl Olimpiyada kurashsam bo'lar ekan deb o'zim gapirib qo'ydim-da. To'g'ri. Demak, niyatingizga yeting. Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Hali hammasi oldinda, to'g'ri. Sizni eng ko'p qo'llab-quvvatlaydigan inson kim? Kim deb o'ylaysiz? Shu meni eng ko'p qo'llab-quvvatlaydigan inson birinchi o'rinda onam, keyingi o'rinda tog'am bo'ladi, keyingi o'rinda trenerim, murabbiyim bo'ladi. Har doim menga murabbiyim trenirovka jarayonlarida endi qo'llarim qayrilib ketadi, normal, hammasi yaxshi bo'ladi senda deydi. Yutqizib qo'ygan paytlarim boraman, xafa bo'lib yig'layman. Yig'laman, bu boshlanishi, hali hammasi yaxshi bo'ladi derdi. Xudoga shukr, hozir sekin-sekin hammasi joyiga tushyapti. Birinchi bo'lib, masalan, oila haqida gap ketsa, oila so'zi haqida gap ketsa, xayolingizga nima keladi birinchi bo'lib? Oila bu kichik vatanda. Albatta. Demak, shu narsa xayolingizga keladi. Men o'yladim, shunaqa javob berasiz deb o'yladim. Demak, oila bu shu oyingizlarni uyga borganingizda sizni kutib olishlari, oldingizga shu dasturxonga narsalar qo'yib, yaxshi keldingmi deb so'rashlari. Shu narsalar xayolimga keldi meni. Endi siz hozir hayajondasiz, ha, to'g'ri. O'rtoqlar noto'g'ri tushunmaysizlar, chunki ayjon bunaqa kameralarning oldida ko'p aktiv qatnashmaydi, lekin haqiqatan professional kurashchi, o'z ishining ustasi. O'sha mashg'ulot paytlariga qaytaylik. Mashg'ulot paytlarida kulgili voqealar
bo'lganmi hayotingizda masalan qanaqadir esda qolib ketgan yoki bo'lmasam hali ham eslab treneringiz bilanmi yoki bolalar bilan kulishib o'tiradigan vaziyatlar bo'lganmi o'shanda mana bunaqa bo'lgan edi degan? Ha, albatta juda ko'p bo'lar edi Bitta kichkinaligimda. eng qizig'ini aytib bering. Eng qizig'i shu bir kun bolalar bilan hammamiz o'tiribmiz. Trenovka tugadi, gaplashib o'tiribmiz. Trenerimizdan turibdi-da uzoqda endi ko'p bolamiz ichida 10 ta 15 ta bola hazillashib turyapmiz, salto otish o'rganyapmiz. Kichkinaman esimda. 8 sinfman. O'rtog'im keldida, "Keldi, salto otish o'rganamiz" dedi. Hammamiz boryapmiz. U bola mana qo'lni olib turibdi-da, oyog'imizdan chiqamiz, padif beraveramiz-da, salto otamiz. Turib hamma aylanib kelyapti-da. U Viskotda edi, biz 35 kilo, 38 kilo bola edik-da. Ha, u ham bunaqa otaveradi, otyapti. 3-4 marta otdik, ishonib ketdim o'zimga. O'rtoq dedim, "Ha" dedi. "Ozja qattiq padif berma" dedim-da. "Ozgincha ko'tarib olsang bo'ldi" dedim. "Xo'p" dedi. Shunday turdim. 1, 2, 3 dedi. Bitta ko'tardi. Padif bermadi-da. O'zim bundaylarni pashtimga ekilganman-da. Boshim 3 kun og'rib yurgan. Shuni yomon eslayman-da. Haligacha Bu demak o'sha ham kulgili vaziyat bo'lgan, ham og'riqli vaziyat bo'lgan-a? hozirgacha ham yig'ilib qolsak, telefonda gaplashib, "Esingdami?" deydi. "Ana shunaqa payt qiluvdik-a" deydi. Demak, oradan necha yil o'tdi o'shandan keyin? Oradan 5 yil o'tdi, 5 6 yil. Haligacha eslaymiz. Demak, u paytda sizlar 13-14 yosh bo'lgansizlar. Ha, 13-14 yosh shunaqa kichkina bolacha edik. Bu yoqdan trenerman kelib uzoqdan kulganda, kim salto otsa ehtiyot bo'laring, akalaringga o'xshab qolmalaringdan hozirgi paytgacha. Yaxshi. Qarang, baribir nima desam bo'ladi? Hayotda faqat kurash, sport yoki bo'lmasam shunaqa narsalardan iborat emas-da. Odam o'zini chalg'itib ham turishi kerak. Masalan, men film tomosha qilishni yaxshi ko'raman, seriallar tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Yaxshi bo'lsa agar. Siz ham shunaqa kinolaringizmi, filmlaringiz yoki seriallaringiz bormi? Ko'rgan, yana boshqatdan ko'rgis kelaveradigan. To'g'risini aytsam, uncha serial, film ko'ravermayman, to'g'risi. Vaqtim yo'q. Bilasiz, endi hamma aytadi, hayot sportdan kurashdan iborat emas deydi, lekin baribir kurashni yaxshi ko'raman-da. Kichkinaligimdan ham hozirgi paytda 2 yil, 3 yil bo'ldi. Televizor ham ko'rishni yaxshi ko'raman-da uncha. Bo'sh bo'lib qolaman, kech payt yotasiz, baribir o'ylanib, telefon bor, YouTube'ga kiraman-da. Shu suhbatlar ko'raman-da, kurashlarda bu bunaqa kurashyapti, bu bunaqa kurashyapti. O'zimning akam bor, ikkita, endi yaqin tutaman. O'sha akamlarga aytaman, "Aka" deyman. Mana shunaqa kurashar ekan, bu bunaqa kurashar ekan deyman-da. Keyin ular ko'rsataman, bu bunaqa bo'lyapti desam, "Ke" deydi, "Erta qilib ko'rasan" deydi. Naborot birovdan priyomlarni o'g'irlab deydi, to'g'ri, qo'pol qilib aytganda o'g'irlab o'zimga olaman-da. Shu film yoqtiravermayman to'g'risi. Demak, siz o'zingiz ustingizda ishlarkansiz-da. Ha, mana shu bo'sh bo'lsam ham kuniga 3 ta 4 ta sihat ko'rsam 10 minutdan yarim soat shu yetadi-da. Aslida o'zi film. Ha, ular o'rganib, qo'pol qilib aytganda priyomlarni o'g'irlab olaman-da o'zimga. Xo'p, o'zi umuman film ko'rmaysizmi yo o'zi oxirgi marta qaysi kinoni ko'rgansiz masalan? To'g'risi eslolmayman. Yo'q. Ko'raman kamda, sabrim yetmaydi. Ko'proq shu priyom sihatkalar ko'raman. Kulgili anonlar ko'raman, qivizni ko'raman, million ko'raman. Kulgili narsalar, unaqa serial ko'rish o'tira olmayman to'g'risi. Xo'p, endi savolni sal boshqacharoq o'zgartiramiz. Mayli, filmga to'xtalmaymiz, chunki ko'rmas ekansiz. Xo'p, shunaqa musiqa bormi sizni ilhomlantiradigan? O'sha musiqani qo'ysangiz qanaqadir kayfiyatingiz ko'tariladigan yoki bo'lmasam har bitta qo'shiqda o'zini bir nima desam bo'ladi? Qanaqadir xotiralar bo'ladi-da. Tushunasizmi? Shunaqa musiqa bormi sizda? Bor albatta. Kimniki va qanaqa shular? Hamzat Chimayevning muzikasi bor. Biz selaka UFC'da chiqib keladi-yu. Hozir qo'yib yuboramiz tagiga. Shu muzikani eshitaman. Men musobaqadan oldin shu tayyorlanamiz-ku, vest tashiymiz, настроениyangiz bo'lmaydi-da, по-любому настроение bo'lmaydi. Bunday chiqadi, shu AirPods taqaman, shu qo'shiq qo'yaman, Islom Maxachevga bor. Shu qo'shiqlarni qo'yib, eshitib, настроениям ko'tariladi ancha. Musobaqadan oldin ham ko'rasiz videolarini chiqib ketadi, everybody deb turgan paytda Allohu akbar takbir degan ashlar esimga tushib ketadi-da, eslayman-da. Ko'p musobaqadan oldin ham men ham chiqayotganimda shunaqa. Tushunarli. Oldin meni esimda Habib Nurmagomedov chiqqanlarida o'zlarini o'sha bitta musiqa bilan chiqardilar. Oldin yoshlar shu musiqani aytardi. Hozir ular endi u sportdan ketganlar.
demak yangi pokoleniyalarni aytyapsiz, Hamzat Chimayev, Islom Maxachevlar tushunarli. Demak o'zimizni masalan o'zbekcha ashulalar eshitmaysiz umuman? Eshitaman, Sevara Nazarxonning muzikasi bor, Ulug'im Samarqand degan. Shuni eshitib turaman. Menga ham yoqadi. Havas qilaman, musobaqada xudo xohlasa bayroq ko'taribsam, rasmini chiqadi-yu, rasmini olib shu Instagramga qo'yaman, postimga shu muzikani ulab deb. Men dunyoni nima qilaman? Keyin hozirgi postlarimni ham 2 ta 3 ta postimda bor shu qo'shiq. Musobaqalarga borasizlar, boshqa davlatlarga, boshqa shaharlarga borasizlar. Demak, o'sha musobaqalarda sizni qiynaydigan narsa nima yoki bo'lmasam nimadan qiynalasiz shu paytlar? Hamma narsa yetishadi, hamma narsaga tayyor bo'lib boramiz. Ayniqsa chetga ketayotganimizda, Osiyo chempionatiga, Jahon chempionatiga ketayotganimizda qattiq tayyorlanib ketamiz. O'zbekistonda ham masalan vest tashiymiz-da, ko'p vest tashiymiz, masalan 4 kilo, 5 kilo tashiymiz, vestni ham cho'tki qilib ketamiz. Shu samolyotda ketayotganimizda qiynalamiz to'g'risi. Vest tashiysa, oldingizdagilar yeydi, ovqat. Bunday qaraysizda, sabr qil deyman o'zimga. U yoqqa borasiz, u yoqda ham masalan Yevropaga borsak pitaniya bo'ladi-yu. U yoqlarga endi musulmon emas, biz musulmonmiz-ku. Anoda ular cho'chqani go'shtini yeydi, biz yemaymiz-ku. Unaqa go'sht yo'q-da, faqat tovuq yeymiz, baliq yeymiz-da chetda. Shundan qiynalib qolamiz. Sho'rvasi bo'ladi, bulyonni ham nima deydi? Kuch yo'q-da. Bulyonni ham bitta ikkitasi bo'ladi ichiga. Tushundim. Cho'chqa go'sht qilasiz, shu narsani, demak, ovqatda kuchi yo'q. Ovqat kuchi yo'q. O'zimizdan rahbariyatimiz qazo bo'ladi. Hozirgi paytda, men oxirgi jahon chempionatida Xorvatiyada rahbariyatimiz katta chemadon olib, ichida O'zbekistonning choynagi, chinniguli choynak, piyola. Kayfiyat ko'tariladi. Kayfiyat ko'ramizda. Yemasak ham, esashayotgan bo'lsak ham kayfiyatimiz ko'tariladi. Bombalar, qazilar ko'p, asal, hamma narsa olib bordi-da. Buni safar zo'r bo'ldi. Shunaqa bo'ladi. Demak, men ham o'zim chet elga chiqsam, qanaqadir o'zbekcha nimadir ko'rsam, xursand bo'lib ketaman. Albatta, chetda baribir emotsiya beradi. Chetga chiqamiz, masalan, o'zbekistonliklar ko'p ko'ramiz-da. Formada yuramiz O'zbekistonda. To'xtanglar, o'zbekmisizlar dedi. Nimaga keldinglar? Shu sportsmenmiz, musobaqaga keldik deymiz. Davay, omad, qaysi musobaqada bo'ladi? Qaysi joyda bo'ladi? Qaysi zalda bo'ladi? Boramiz deb tiktalar boradi. Gapi baqirib turadi. Bizda poddershka zo'r. Shu uchun O'zbeklarda haqiqatan zo'r poddershka. O'zimiznikilar uchun jonini berib yuborishadi, rostdan ham. Boramiz, baqirishib turadi. Bizni baqirmasa ham ko'rsak o'zi shuni o'zi yetadi bizga. Demak, men ko'p ahamiyat berganman-da. Instagramda o'zbeklardagi aktiv anaqa yo'q. Xalq yo'q, chunki mana Manchesterga o'tdilar, anaqa Husanov. Hozir Manchester bilib olgan, Husanov qo'ysa o'zbeklar zo'r kommentariyalar beradi, layklar bosib, zo'r aktiv bo'ladi. Hamma tushunib qolgan, o'zbeklarning aktivi zo'r. To'g'ri shunaqa Manchesterda qo'ysa, bizda ham United War Wrestling degan anavimiz bor, katta butun jahon kurash anavisi, Instagrami. Mana shunga ham o'zbekistonliklar qo'yadi-yu, boshqa davlatlarga qaraganda o'sha masalan 1 million odam ko'radigan bo'lsa, kamida bir 90 ming, 80 ming odam bo'ladi-da. Komment yozgan. Uni hammasi qarshi O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston, shunaqa gaplar bo'ladi-da, ko'p. To'g'ri. O'zimizda ham kommentimizda faqat shunaqa bo'ladi. Boya ovqat haqida gapirdingiz, demak, chet elda ovqatdan qiynalar ekansizlar. O'zimizning milliy taomlardan nima yoqadi? Qaysi ovqat yoqadi? Maza qilib sevib yeydiganingiz. Unaqa ovqatlarimiz ko'p, endi sevib yeydiganimiz osh-da endi. O'rtoqlar, hamma sportsmenlarga shu savolni berganman. Hamma bir xil javob beradi, osh deb. Osh chunki baribir osh ketmaydi baribir-da. Nega desangiz, osh baribir boshqacha-da. Oshlarga borib turasizmi? Ha, butun dunyo O'zbekistonni osh deydi-da. Masalan, boshqa chetdagi davlatlardagi saperniklarimiz ham ko'radi. Kuningdan bir so'm qolsa ham osh yegin, kuningdan bir kun qolsa ham osh yegin deydi. Xo'p, osh dedingiz, osh qilishni bilasizmi o'zingiz? Mustaqil tayyorlash. Qaysi ovqat tayyorlashni bilasiz? Tuxum qovurishi. Tuxum qovurish. Tushunarli. Kartoshka qovurish. Kartoshka. Oxirgi marta maza kulgan paytingiz bo'lganmi? Ko'zingizdan yosh chiqib ketadigan darajada kuladi-ku odam maza qilib. Shunaqa payt bo'lganmi o'sha? Ha, unaqa vaziyat ko'p bo'lib turadi. Ayniqsa sport shkolada o'rtoqlarim bilan, bolalar bilan o'tirib, shu yoshlikda eslasak-da, kulib ichimiz, boyagi narsalar eslaymiz. Bitta meniki emas, u yoqda hammamizniki bo'lganda,
kichkinaligida bitta o'rtog'im aytadi, san dedi yig'larding rosa dedi, esingdami, sovuningni qilib qo'y, sovuningni yo'qotib qo'ysa uydagilarga aytib kelsan deb uni kulamiz, ichimiz qotilib uzilib ketadi. Demak o'sha sovun yo'qotib qo'ysangiz siz uydagilarga urushishadi deb xavotir olib yig'lagan bo'lgansizda. Men emas, o'rtoqlarimda. Anaqa dam olish qanaqa bo'ladi? Masalan, qaysi dam olishni yaxshi ko'rasiz? Ko'proq demak o'zingiz mustaqil dam olganingiz yaxshimi yoki do'stlaringiz bilan, o'sha yoningizdagilar bilan, qanaqadir sizni tushunadigan insonlar bilan dam olgan yaxshimi yoki bitta o'zingiz dam olsangiz qanaqadir vasстановление bo'lasizmi? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, bir o'zim dam olmayman, to'g'risi bir o'zim bitta joyda bo'la olmayman. Yo'q, bitta o'zim nima deydi? Yoqmaydi hamda. Oldimda o'rtoqlarim, o'zim yaxshi ko'rgan odamlarim, akalarim, ukalarim, oila a'zolarim bo'lsa, shular bilan o'tirsam o'zi dam olish deb tuyuladi menga yaxshi. Qanaqadir o'zingizni odatlaringiz bormi? Faqat yaqinlaringiz biladigan. Ha, odatlarim. Har doim qiladigan odat bo'ladi-ku odamni. Qanaqa masalan? Lekin unaqasini bilmayman, o'ylab ko'rmaganman lekin. Yo'q, masalan mana qarang. Siz masalan uxlayotgan paytingizda telefoningizni o'chirib qo'yasizmi? Tushunasizmi? Привычка deyiladi-ku, masalan odamni o'zini shaxsiy odati bo'ladi qanaqadir. Masalan yoki bo'lmasam unaqa o'ziga lekin umuman bo'ladi. Sport siz uchun nima? Nimani anglatadi sport? Sport men uchun o'sha hayotimdek bo'lib qolganda, sportsiz yashay olmayman deb o'ylayman. Sport bu hayot. Sport bu hayot. Oddiy javob. Qisqa qilib aytganda. Bo'ldi. Demak, Ayjan, hozir men bitta savol beraman. Bu o'ylaymanki tomoshabinlarga ham qiziq. Qulog'ingizni masalasi bo'yicha. Demak, bu men eshitganman, masalan bir xilli o'zligi qilib olishar ekan. Bir xil variantlarni eshitganmanki, sirazi singandan keyin o'sha qonunni tortib oladi, yana обычный mana bizdagi bo'lib turaveradi. Lekin sizniki ko'rgan odam sirazi kurashchiligingizni biladi. Chunki bu faqat kurashchilikda bo'ladigan nima deydi? Travma deydimi buni? Travma. Mikrotravma. Demak, kurashchilikda bo'ladigan bir umuman olganda bu kurashchilarni bezagi desa ham bo'ladi-da. To'g'rimi? Bildirib turadi. Masalan, shu qulog'ingizni kimdir ko'rsa, demak, bu demak точный kurashchi deydi. Ha. Shuni so'ramoqchi edimda, sizda qachon bu narsa paydo bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Shuni aytib bering. Bu quloqlarim sinishi aslida 5-sinfimda singan, to'g'risini aytsam. Birinchi singanda bilmaganman-da, yosh bolaman, qo'rqib ketganman-da. Trenirovka qilyapman, quloqim qizdirmaganman-da, yaxshilab o'rtog'im bilan razminkasi chiqqanman, kurashganman. Quloq bo'ynimdan zaxot olganda, quloq ishqalanib bir tortgan, quloqim qizib ketganda, juda ham qizib ketgan. Yosh bolaman, qo'rqyapman-da. Trenerimga shunday borib yig'laganman, qulog'ing sindi deganda, yig'lamaganman, endi qo'rqib aytganman-da, qulog'ing sindi degan, yig'lab o'rganman. Nega sinadi? Bunda endi ishib qoladimi deb deganman, qo'rqqanman boshida. Keyin buni siz aytganda to'g'ri, qonun tortkizganman ko'p. Endi biz qonun tortkizganimizdan keyin 1 oy chiqmashingiz kerak, trenirovka qilmashingiz kerak. 1 oy davomida biz formadan chiqib ketib qolasiz-da. Masalan, 1 hafta dam olsangiz ham formadan chiqib ketib qolasiz. Shuning uchun singanda iloji boricha qonun tortganman, xamir xamir qo'yganman, tanga qo'yganman. Endi baribir bo'ladi-da, qolib ketadi. Hozirgi ko'p sportsmenlar emas, hozirgi ko'p sportga qiziqadiganlar 1-2 kun sportga boradi, masalan kurashga boradi, MMA ga boradi, o'zini ko'rsatish uchun keladi. Boyagi videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, Instagramda. Ko'rganman. Boyagi gantelda oladi, uradi. U odamlar для красоты qiladi-da. Haqiqiy sport tushungan, haqiqiy borets или nima deydi, MMA dzyudoist bo'lganlar ravo ko'rmasa kerak deb o'ylayman. O'ziga, nega desangiz, uni og'rig'i qattiq bo'ladi-da. Shpris kirsa, o'ylang o'zingiz, uchi kiryapti. Конечно. Qiyin bo'ladi. Men lekin hozir возможность bo'lganda quloqing sinmasinmi deganda men sinmasin dedim-da. Baribir hammasini savol javobi bor. Naridan odam bizga hamma joyimizni sog' qilib bergan, sog' qilib qaytarishimiz kerak-ku. Albatta. Bu ham Xo'p, Ayjan, masalan siz endi baribir o'sha professional sportchisiz, 3 karra jahon chempioni bo'lgansiz. Yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Endi masalan kurashga kirib kelayotganlarga qanaqa maslahat? Nima xatolarni qilishmasin?
o'zim maslahat beradigan bo'lsam, o'zimizni ukalarimiz bor, o'qiymiz. Men ham o'qiyman, 2-kurs talabasiman Chirchiq Olimpiya Sahra kollejida. O'zimiz kichkina ukalarimiz bor, 5-sinf, 6-sinf, 7-sinf, ularga maslahat qilaman. Xato qilmanglar, trenirovkani qilinglar, trener aytganini qilinglar deyman-da ko'p. Masalan, bitikdalar bo'ladi-da, yuraveradi, nima qilayotganini bilmaydi-da u. Men ham aytaman, endi yaxshi bo'ladi, bilasiz, endi talanti bor, kurashadigan bolani bilasiz. Masalan, siz ham o'zingiz sohangizni bilasiz, men bola juda o'xshaydingiz. Men o'zim ukalarim bor, deyman, sen baxtga deyman. Davay mehnat qil, sendan chiqadi xudo xolasa deyman. Gazini bos deyman. Xato qilma, bitta odam eshit, trener senga gapiryaptim, trenerda eshit deyman ko'proq. Men borgan sari chempion bo'lganingiz sari oldingizda odamlar ko'payadi, to'g'risi. Masalan, bog'chaga olib borgan ham sizni, bog'cha opangiz ham, maktabdagi ustozingiz ham, hamma sizni men biluvdim deydi-da. To'g'ri. Demak, yoshlarni har doim podдержка qilasiz. Yoshlarni o'zim ukalarimni qo'llab-quvvatlayman. Ukam seni o'qishga yutqizib qo'yadi deb bittasi keladi, aka, men yutqizib qo'yaveryapman. Nimadan deydi. Aytaman, normal hammasi. Hamma ham birdan kelishmay yutib ketmagan-ku deyman-da. Hamma ayasini qornidan tushgani bilan kurash bo'lib tushmagan-ku, sekin-sekin bo'ladi. O'zi yutqizish yaxshi deb o'ylayman-da men. Bir yilda xatiyab odam 2 marta yutqizib turish kerak deyman. To'g'ri. Qancha yutqizsangiz kuchli bo'lasiz. Yana naborot, xatolarning ustidan ishlaysiz, xato qilmaydingiz. Mana bunaqa masalan Grand Prixlarda kichkina musobaqalar yutqizsangiz bo'laveradi-da. O'zingizga o'pitdi u. Mana Osiyo jahon chempionatida yutqizmaslik kerak deb o'ylayman. Ertaga undan ham kuchli bo'lib qaytasizda, kattaroq sarg'inavaniyalar bo'lsa. O'zim ham to'g'risini aytsam, iyul oyida 20-iyul kuni eslayman, mana shu yoz yutqizdim-da, mag'lubiyatga uchradim. Grand Prixda, endi ishlamay hal qilmaydi u. Birinchi guruh chiqyapman, rossiyalik jahon chempioni, Olimpiyada 3-o'rin olgan bilan chiqdim. Yutqizib qo'ydim-da. Alamli mag'lubiyat bo'ldi-da. Alamli demayman endi uni 9-0 da haqiqatan kuchsiz ekanman dedim-da men. Unaqa qildim. Keyin u finalga chiqdim, 3-o'ringa tushdim qozog'istonlik bilan. Uni 7-0 yutib turgan joyimda xato qildim-da, ko'p 7-7 yutqizib qo'ydim-da. Rosa o'zimga ana bo'ldi, yig'lamadim, endi ichimdan achindim-da. Yutsam bo'lardi, bunday dedim. Keyin hammasi yaxshilikka dedim. Keyin oradan bir oy o'tdi, avgust kuni, 23-avgust kuni yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. Avgustda. Yaxshilikka bo'lgan ekan deyman, yutqizib qo'yganimda. Agar shu payt yutganimda bu jahon chempioni bo'lishim aniq emas edi. Keyin oradan bir oy o'tdi, sentyabr oyida kattalar o'rtasida jahon chempionatiga bordim. Kattalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. Keyin shu 3-o'ringa yutqizib qo'ygan qozog'istonlikka o'tgan safar xato qilganman, bu safar ham 7-0 yutib turibman. Xato qilmashim kerak, men nima qilishim kerak deb uni 8-0 qilib tashladim-da. Boyagi rossiyalik menga yetib kela olmadi-da, boyagi koreyalik yutqizib qo'ydi-da. Koreyalikni men yutdim. Keyin u rossiyalik 3-o'ringa ham yutqizib qo'ydi-da. Nega desangiz, u rossiyalik u musobaqaga xato qilmadi-da deb o'ylayman. Masalan, o'zim rossiyalik xato qilmadi, bu yoqda esa xatosi ko'rinmaganda uni. Bu yoqqa kelib yutqizyapti. Uni kerak emas, men aslan Osiyo jahon chempionatiga xato qilmasdan borish kerak. Baribir Osiyo jahon chempionatidan oldin bitta xato qilish kerak deb o'ylayman-da o'zimga. Demak, bu mag'lubiyat ham siz uchun hech narsa emas. Hech nima emas. Tushunaman. Aslan shu jahon chempionati, Osiyo chempionatida mag'lubiyat ham bo'lib turish kerak. Bo'lib turish kerak. Har doim yutaversangiz kerak emas. Masalan, bitta misol bilsangiz kerak, yaponiyalik qiz Abi Uto Diyorugacha 6 yil hech kim yutqizmagan. Olimpiyadan yutgan o'rtasida jahon chempioni bo'lgan eng kerakli Olimpiyadada xatosi. Endi baribir odamda xato bo'ladi, odam ideal bo'lmaydi-ku. Albatta. Yutib keldi, xatosi ko'rinmagan. Bitta xatoni kerakli musobaqada, eng kerakli musobaqada yutqizib qo'ydi-da. Shuni baribir bitta yutqizib turish kerak deb o'ylayman men o'zim hayotimda. Demak, hozir hammani qiziqtirgan savolni beraman. Ko'chada o'zi mumkin emas, masalan, sportsmen janjal qilishi yoki urushib ketishi, buni bilamiz, bu qonun ustuvor har doim. Lekin agar endi mojit emas, tasavvurda qilaylik, masalan, tasavvur, chunki bizda mumkin emas unaqa narsa. Tasavvur qilaylik, masalan, boksyor bilan kurashchi ko'chada urushib ketib qoldi bir-biri bilan. Qaysi biri ustun keladi deb o'ylaysiz? Endi hamma o'zini sportim deydi-da. Masalan, men kurash bo'lsam kurashchilar deyman, boksyorlar bo'lsa boksyorlar deydi.
balki masalan boksyorlar masofada saqlasa, masofada urishsak, masalan biz barist masofada urishsak, boksyorlar urib qo'yadi-da. Agar unga bitta qo'lini ushlab yoki bu joyga kirib olsak, уже tamomda уже boksyorni holiga. Bu juda sporniy soha. Ha, aqlli boksyorlar bo'lsa, masalan, distansiyani ushlab urishadi, bitta 1-2 urib, qochib urishadi. Agar bitta kirib olsa, baristda уже bilmayman yo nima bo'lishini. Tushunarli. Demak, bugungi savollarimiz shulardan iborat edi. Sizga katta rahmat. Rahmat sizlarga. Bizani shunchalik hurmat qilib kelganingizga va albatta shu proyektimizga yo'q demasdan qatnashib berganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta sizga, ota-onangizga, murabbiylaringizga katta rahmat. Shunaqa sizni tarbiyalashgani uchun umuman olganda yaxshi sportchi tartib intizomda ham, tarbiya jihatdan ham baribir ustun bo'lishi kerak. Sizda shu jihatlar bor ekan. Bu eng keraklisi shu. Shuning uchun sizga omad tilaymiz. Kelgusi ishlaringizda albatta niyatlaringizga yeting. Olimpiada chempionlari bo'lganingizda shu bizni ko'rib xursand bo'lib o'tiraylik. Shu ajam bilan suhbat qurganmiz deb faxrlanib aytib yuraylik hammaga. Hozir endi tomoshabinlarga shu kameraga qarab aytasiz, o'zingiz tilaklaringizni. Sport bilan shug'ullaninglar. Sport yaxshi narsa. Professional bo'lmasanglar ham sport sog'liq garovi deydi. Professional bo'lmagan taqdiringlarda ham sog'liginglarga yaxshi. E'tibor qaratinglar. Demak, o'rtoqlar, shu yerda intervyumiz nihoyasiga yetdi. Ajanga kattakon rahmat va sizlarning esinglardan chiqib qolmasin, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va albatta like bosib, kommentariy qoldirib qo'yinglar. Har bitta kommentariy ahamiyatga ega biz uchun. Sizlarning fikringlar albatta inobatga olamiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa yoki qanaqadir taklifinglar bo'lsa, bemalol yozib ketaverasizlar. Sizlarga ham katta rahmat.